Futbol va mini futbol bo'yicha davom etayotgan Davlat xavfsizlik xizmati kubogining Kogon shahar bosqichi o'z nihoyasiga yetdi. Ortda qolgan uchrashuvlar va ularda qayd etilgan natijalar haqida muxbirimiz batafsil ma'lumot beradi. Minglab o'g'il qizlarni o'zida jamlagan va ularning iqtidorlarini yuzaga chiqarish uchun tashkil qilingan futbol va mini futbol bo'yicha Davlat xavfsizlik xizmati kubogining tuman va shahar bosqich bellashuvlari yakuniy pallasiga chiqib ulgurdi. Kogon shahridagi Lokomotiv o'yingohi ham ana shunday hal qiluvchi bahslardan biriga mezbonlik qildi. Unda shahar chempionligi hamda bronza medallari uchun o'yinlar bo'lib o'tdi. Dastlab maydonda 3-o'rin uchun bahs start oldi. Hududning Turkiston va Xo'jabargi mahalla fuqarolar yig'ini jamoalari o'zaro to'qnash kelgan uchrashuvda Turkiston yoshlari 2-0 hisobida g'alaba qozonib, musobaqaning Kogon shahar doirasida bronza medaliga ega chiqdilar. Shundan so'ng final oqshomi boshlandi. Unda Vatanparvar hamda Maxtumquli mahallasi yoshlari chempionlik uchun maydonda saf tortdilar. Uchrashuv yuqori sur'atda boshlanib, hujumlarga boy o'tgan bo'lsa-da, darvozalarga gol kiritish hech qaysi jamoaga nasib etmadi. Bahs durang bilan yakunlangach, navbat penaltilar seriyasiga yetib keldi. Hayajon va hissiyotlarga boy kechgan seriyada omad Vatanparvar havaskorlariga kulib boqib, ular musobaqaning viloyat bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdilar. Mana Kogon shahar Vatanparvar mahallasi nomidan futbolda ishtirok etdik. Xudo xolasa penaltilar seriyasidan birinchi o'rinni oldik. Nasib bo'lsa, viloyat bosqichiga chiqib, ular u yerda ham chiroyli o'yinlar ko'rsatib, respublika bosqichida birinchi o'rinlarni olishga harakat qilamiz. Davlat xavfsizlik xizmati kubogining barcha uchrashuvlari nihoyasiga yetgach, turnirning Kogon shahar bosqichi doirasida sovrindor jamoalarni taqdirlash marosimi ham bo'lib o'tdi. Unda mini futbol, yigitlar va qizlar, shuningdek futbol bahslarida g'olib va sovrindor jamoalar tashkilotchilari tomonidan medal, diplom va qimmatbaho esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Eslatib o'tamiz, endilikda musobaqaning viloyat bosqichida Kogon shahrining Istiqlol, Adolat va Vatanparvar mahalla fuqarolar yig'ini havaskorlari bosh sovrin uchun kurash olib borishadi.